bitta ashulalarni aytib berganman. Qaysi ashulalarni aytib berasiz? O'shani hozir jonli ijroda eshitsakchi. Isboti bilan. Mayli. Qani marhamat. Mayli, marhamat. O'ynar edim sen bilan qirg'oqda men sho'x o'ynar edim sen bilan qirg'oqda men endi qo'nsa bizlaringni holbahol yurmoqda men endi qo'nsa bizlaringni holbahol yurmoqda men sho'x o'ynar edim sen bilan qirg'oqda men Men esa ozarbayjoncha qo'shiqlarni yaxshi ko'raman-da, agar imkon bo'lsa ozarbayjoncha ham kuylab bersangiz. Ey yaşa. Azerbayjonda har tilda qo'shiqlarni so'rasak aytib beraverar ekan. Yaxshi, juda yaxshi. Biz xursand bo'lyapmiz hozir mana shunday qo'shiqlarni eshitib, to'g'rimi? Albatta, kayfiyat ulashyapsiz. Qozog'istondan ashaddiy muxlisangiz Gulchehra Nabiyeva Qozog'istondan O'zbekistonga alangali salomlar bo'lsin deb yozib yubordilar. Sizga ham salomlar bo'lsin. Albatta, Gulchehraga tashakkurlarimizni yo'llab qolamiz. Azamat Ahmedovdan maxsus qo'shiq. Qani marhamat. Marhamat.